Kunda 3 soatgina shu o'zinglarning mahalladagi odamlarga akajon xamir yemang, shakar yemang, akajon yarim soatgina yuring bir kunda. Yarim soat. Bir oydan keyin, 2 oydan keyin men sizni davleniyangizni ham unutib olasiz deb oddiy tilda gapirsa bo'ladimi yo'q? Bo'ladi. Lekin biz qilmaymiz. Faqat kelsa dori qilishni bilamiz. Qancha kasal ko'paysa, menga familiyasini aytmayman, bir xil ixtisoslashgan markazda hammasini taniyman men, 100%. Hozir yangi bo'ldi ko'p. Oldin ham narigi bosh vazir bo'lganimda hammasini 100% kimligi, qandayligini ham bilaman. Bir ikkitasi maqtanardi. Господин премьер-министр, у нас в очереди 5000 стоят в очереди каждый день. A bu maqtanishmidi? Bu xiyonat-ku xalqimizga. A bechora qishloqdan, Qoraqalpog'istondan, Xorazmdan, Andijondan kelib, mana shunday o'chirib turadi. Qani sifat? Endi bularga ham yoqmasdi, ixtisoslashgan markazlarda ko'pini mana almashtirib, pastga ixtisoslashgan markazlar Toshkent shahar uchun qurilmagan, Xudo xayrlarini bersin. O'zbekiston uchun qurilgan. Pastga tushinglar, filiallaringni ochinglar, odamlarni ichiga kiringlar deb juda og'ir bo'layapti. Shuning uchun endi mana shu reyting degan majburiyat deganimiz og'ir bo'ladi, lekin ana shu reytingga qarab biz shifoxonaga baho beramiz. Davolashga qarab emas, davolashni oldini olishga qarab. Ana shunda men o'ylayman, adolatli hakam hammamizni mana shu Xudo taoloning o'zi ham bizni hammamizni qo'llab-quvvatlaydi, odamlarimiz ham manfaatdor bo'ladi. Birinchi 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy juda qiyin bo'ladi. Sen menga o'rgatmadigan odamlarimiz ham ko'p. Ko'p. Mana men Qashqadaryoga borganda uylarga boraman. Qani bir kunda nechi qop yo bir oyda nechi qop un ketadi deyman. Bu degani qancha xamir yeymiz, non yeymiz va hokazo. Oddiy shularni borib har kuni bir yozib berib, o'rgatib mana mahallalarda faol ayollar faollari qilyapmiz, hokim yordamchisi qilyapmiz, kechirasiz yoshlar faol prezident vakillari qilyapmiz-ku mahallaga. Nimaga tibbiyot xodimlari ham mahallaga tushishni xohlamaydi? Tushsak bo'ladimi? Ko'rdilaring? Bu degani ortiqcha vaznga yo'l qo'ymaslik, to'g'ri ovqatlanish, amal qilish, jismoniy faollikni oshirish, zararli odatlardan voz kechish va ularning natijasida infarkt, insult, qandli diabet, onkologiya kabi kasalliklarni oldini olish ko'rsatkichlari asosiy mezon sifatida belgilanadi. Mana endi bilasizlarmi, qarsak ikki qo'ldan. Mana shuncha narsani men aytdim. Bu tomonni ham har bir tibbiyot, har bir rayonni tibbiyot boshqarmalari o'zlari o'tirib, hamma yerga bir xil qila olmaymiz. Qashqadaryo bilan Qoraqalpog'istonda muhit bir xil emas. Shahrisabz bilan Nukusni yo Mo'ynoqni tenglashtirib bo'lmaydi. Toshkentdan pechat qilib, "Davoy, urro, prezident aytdi." Menga u kerak emas. O'sha muhitga munosib oldini olish bo'yicha nima qilsak bo'ladi? Aslarda kartoteka bor-ku, hozir raqamlashtirish deyapmiz. Hammasini xonadon boy taklif qilsa bo'ladimi endi? Sharoitimiz bormi, yo'qmi? Bor. Mana 1100 ta har bir mahallada sizlarning vakillaring ham o'tiradi. U faqat nima deydi, davleniya o'lchash emas-ku, u bir aka, otajon, onajon, kechqurun yuring, kamroq yeng, ana shu nima deydi, men choy zararli odatlar deganim, buni ham sizlar to'g'ri tushunasizlar. Sigaret, ichimlik, uni ham endi yig'ishtirishimiz kerak. Bizning ota-bobolarimiz ham Ibn Sino bobomiz ichkin, may ichkin demagan ichkin. Shuning uchun bu narsalarda ham bir nima deydi, og'ir yoqmaydi bu hammaga. Hozir eshitganlar aytadi, bu nima qanday ekan bu deydi. Endi bitta shunim bor edi, shuni ham yo'q qiladim bu tibbiyot xodimlari.